samandek ko'p. Ay, anlasam bu yilqi Aliyul Ala sizlarning o'lkadan chiqibdi ha? Bulturmu bizning o'lkadan chiqqan. Va, sizlarning yurtinglardan qobiliyatlilar bak ko'p chiqadi ekan. Farosatli odamning qo'lidan qobil shogird yetishib chiqadi emasmi? Yurtimizdagi farosatli ustozlarning tarbiyasida men shundoq qobiliyatli bo'lib yetishib chiqdim. Bo'ldi qila, ammo rostini deganda yurtinglardagi qobiliyatlilarni samandek ko'p deb ta'riflasak bo'lg'udak. Nima deding? Samandek ko'p degan bir idiom, tushundingmi? Uch podshohlik davrida Liubey podshoh bo'lish uchun Wu bayligini yo'qotmoqchi bo'pti. Shuning bilan Wu bayligining xoni Sunchuan Wei bayligining xoni Saopiydan yordam so'rashga Javzini elchilikka avatibdi. Isming nima? Peqir Javzi bo'laman. Qaraganda sen Sunchuanning muhim odami o'xshaysan. Bo'lmasa seni oldimga elchilik avatmaydi. Yo'qsa olilari. Men bagligim uchun kichkina ish qilyapman xolos. Anglasam, xoninglar Sunchuan qari qo'saq nima ekan? Bu rasma? Olilarga ma'lum bo'lg'ay. Buning hammasi o'sak so'zlar. Xonimiz Sunchuan kim uchraydigan talant egisi. Ha, rasma? Qarasam, undaq emas bu. O'zlari odatda hukumat ishi bilan oldirash bo'lg'ashqa, boshqa ishlarga ancha diqqat qilmagan o'xshaylar. Egisini maqtashda bakli ustigan. Uni salchaqlasam bo'lmagadek. Qarasam, sen Sunchuanni bakli cho'ng biladi ekansan. Uni talant egisi deding. Bundaq deyishdiki asosini so'zlab baqa. Uning Lusuni muhim vazifaga tayinlishi uning donoligini tushundirdi. Uni qamab qo'yib o'ldirmasligi uning mehribon va odillik emasmi? Bo'ldi, bu gaplaringni qo'y. Qani degina, Sunchuan bagligimizni qo'qamdi, qo'qmamdi. Bagliginglarning harbiy yurish qildigan kuchi bo'lsa, bizning bagligimizning qarshilik ko'rsatadigan yosh tadbiri bor. Bizning shuncha qudratli qo'shinimiz tursa, nima ishga qo'rqatdik? Sharqi Wu bagligida sana o'xshash qobiliyatlilardan qanchasi bor? Olilarga ma'lum bo'lgan. Sharqi Wu bagligida qobiliyatlilar nihoyat ko'p. Aqlliq va talantlilar 90 ga yaqin. Menga o'xshashlar samandek ko'p. Sanabmi tugatkili bo'lmaydi. Sunchuanning ko'zi rostili o'tkir ekan. Elchilik seni avatgini haqiqatan to'g'ri bo'pti. Olilarga ma'lum bo'lgan. Bo'ldi, qalbi qilganlik xabaringni allabirun anglab bo'ldi. Bu ishni joyida bitirdim. Mansibingni o'stirish to'g'risida farmon tushiraman. Olilarga hashqallah. Samanda ko'p degan bu ibora sonning ko'pligidan sanatmo tugatkili bo'lmaydiganligini tushuntirib beradi. Uning qarshi ma'nosi kam uchraydigan, nihoyatda oz, sanoqliqlar degandan iborat. Menga o'xshash qobiliyatliklar haqiqatan kam uchraydi jumo. Xijil bo'lmay davatgan gapini.